Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun biz bir qarashda oddiy, ammo o'zida katta foydani yashirgan meva, uzum haqida gaplashamiz. Ehtimol siz har yili yoz oylarida uzumni iste'mol qilasiz. Shirinini sevib, nordonini esa sog'lom deb bilasiz. Lekin bu kichikkina mevaning ichida yashiringan mo'jizaviy foydalarni bilasizmi? Keling bugun aynan shu haqda, ya'ni uzumni yeyishning 7 ajoyib sababini ochamiz. Uzum bu qadimdan odamlar orasida eng qadrlangan mevalardan biri. Uning vatani Osiyo bo'lib, miloddan avvalgi davrlardanoq tabiblar uni hayot mevasi deb atashgan. Sharqda esa uzumning sharbati, quritilgan turi mayiz, hatto po'sti ham dori sifatida ishlatilgan. Bugun esa ilmiy tadqiqot qadimgi tabiblarning fikrini tasdiqlamoqda. Uzum nafaqat shirin, balki tanamiz uchun haqiqiy tabiiy davo. Keling endi birma-bir ushbu 7 sababni tahlil qilamiz. Birinchi sabab yurak sog'lig'i. Uzum tarkibida resveratrol deb nomlanuvchi modda bor. Bu tabiiy antioksidant yurakdagi qon tomirlarini mustahkamlaydi. Yomon xolesterinni kamaytiradi va qon aylanishini yaxshilaydi. Shu bois olimlar haftasiga bir necha marta uzum iste'mol qilgan odamlar yurak xurujiga kamroq uchraydi deydi. Ayniqsa qora uzum resveratrolga boy bo'lib, qon bosimini me'yorda ushlab turishga ham yordam beradi. Oddiy qilib aytganda, bir hovuch uzum yuragingiz uchun tabiiy qalqon bo'lishi mumkin. Ikkinchi sabab miyaning do'sti. Uzumdagi antioksidantlar miya hujayralarini erkin radikallardan himoya qiladi. Bu esa xotirani mustahkamlaydi, diqqatni oshiradi va stressni kamaytiradi. Ba'zi tadqiqotlarda uzum sharbati ichgan keksalarda xotira va nutq faoliyatining yaxshilanganligi kuzatilgan. Yana bir qiziqarli fakt, uzumdagi tabiiy shakar tez energiya beradi, lekin qahva yoki shakarli ichimliklardagi kabi toliqish hissini keltirib chiqarmaydi. Demak, o'qish, ish yoki fikrlashga ko'p e'tibor kerak bo'lgan paytlarda uzum ideal tanlov. Uchinchi sabab teri go'zalligi. Uzumning postida va urug'ida terini yoshartiruvchi polifenollar mavjud. Ular teridagi hujayralarni yangilaydi, qarish jarayonini sekinlashtiradi va terining tabiiy yaltiroqligini saqlaydi. Shuning uchun ko'plab kosmetik kompaniyalar uzum urug'i moyini yuz kremi yoki serumlarga qo'shishadi. Ammo tabiiy yo'l bilan, ya'ni uzumni iste'mol qilib, siz bu foydani ichkaridan ham olasiz. Aytishadi-ku, go'zallik oshxonadan boshlanadi. Bu aynan shunday holat. To'rtinchi sabab hazmni yaxshilashi. Uzum to'lalarga boy bo'lgani uchun ichak faoliyatini faollashtiradi. Ich qo'tishi bilan qiynalayotganlar uchun uzum tabiiy yordamchi bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, uzumdagi suv va organik kislotalar oshqozonni yengillashtiradi, ovqat hazmini tezlashtiradi. Agar og'ir taomlardan keyin bir hovuch uzum yeb ko'rsangiz, tanangiz farqni sezadi. Yengillik va qulaylik paydo bo'ladi. Ammo muhim eslatma. Oshqozon kislotaligi yuqori bo'lganlar uzumni me'yorda yeyishi lozim. Bu masalada har doim shifokor bilan maslahatlashish kerak. Beshinchi sabab immunitetni mustahkamlaydi. Uzumda C vitamini, kaliy, temir, magniy kabi moddalar bor. Ayniqsa C vitamini sovuq mavsumda organizmni viruslardan himoya qiladi. Bolalar, keksalar yoki
tez charchaydigan insonlar uchun uzum tabiiy energiya manbai. Agar siz ertalab nonushtadan so'ng bir hovuch uzum yeb odatlanib olsangiz, bu sizni kun davomida tetik va faol ushlab turadi. 6-sabab ko'zlar uchun foyda. Uzumdagi lutein va zeaksantin moddalar ko'z to'r pardasini himoya qiladi. Ular zararli nuronlanish va erkin radikallarning ta'sirini kamaytiradi. Zamonaviy hayotda kompyuter, telefon, televizorlar ko'zlarimizga jiddiy yuk beradi. Shunday paytda uzumdagi bu tabiiy moddalarning foydasi juda katta. Doimiy ravishda uzum yeyish qarilikda ko'rishning pasayish xavfini kamaytiradi. 7-sabab qonni tozalash va buyrakni qo'llab-quvvatlash. Uzum tabiiy diuretik, ya'ni organizmdan ortiqcha tuz va suvni chiqarishga yordam beradi. Shu orqali buyraklarga bosim kamayadi, tanadan toksinlar chiqariladi. Agar siz issiq kunlarda terlagan bo'lsangiz yoki tuzli taomlar iste'mol qilsangiz, uzum tanani balansga qaytaradi. Bundan tashqari, u qon tarkibini yaxshilaydi, gemoglobin darajasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Qadimgi tabobatda hatto uzum tozalaydigan meva deb atalgan. Bu bejoz emas. Aslida uzumning foydalari faqat shu 7 bilan tugamaydi. U stressni kamaytiradi, uyquni yaxshilaydi, suyaklarni mustahkamlaydi va yurak qon tomir sistemasini sog'lom ushlab turadi. Agar siz sport bilan shug'ullansangiz, uzum mushaklarning tiklanishiga yordam beradi. Shuningdek, qora uzumdagi pigment antitianinlar terining qarish jarayoniga qarshi kurashadi. Yashil uzum esa yengilroq hazm bo'lib, oshqozon uchun qulayroqdir. Eng yaxshi vaqt nonushta yoki tushlikdan keyin. Kechni uzum yeyishdan saqlaning, chunki tabiiy shakar tunda energiya beradi. Po'sti bilan yeng. Aynan po'stida eng ko'p antioksidant mavjud. Sovuqda yuvib, darhol iste'mol qiling. Issiqda vitaminlar tez parchalanadi. Agar imkon bo'lsa, quruq uzum, ya'ni mayizni ham haftasiga bir necha marta ovqatga qo'shing. Demak, uzum bu shunchaki shirin meva emas. U yurakdan tortib miya, teri, buyrak va ko'zlargacha butun organizmni qo'llab-quvvatlovchi tabiiy boylik. Qadimgi hikmatda aytilganidek, uzumni yesang, hayoting shirin bo'ladi. Faqat me'yorini bil. Shunday ekan, bu mo'jizaviy mevaning foydasini muntazam, lekin me'yorda iste'mol qiling. Va albatta, sizga mos miqdor va holat bo'yicha shifokoringiz bilan maslahatlashishni unutmang. Keling endi ushbu foydali meva haqida biroz chuqurroq fikrlashaylik. Chunki uzumning foydalari faqat sog'liqlik bilan cheklanmaydi. U bizning ruhiyatimiz, energiyamiz, hatto kayfiyatimizga ham bevosita ta'sir qiladi. Ko'pchilik bilmaydi, lekin uzumdagi tabiiy glyukoza va fruktoza organizm uchun eng tez so'riladigan energiya manbalaridan biri. Shuning uchun ham qadimda dehqonlar yoki chorvadorlar dallaga chiqqanda yonlariga uzum olib chiqishgan. U tez charqoqni ketazgan, aqlni tiniqlashtirgan. Zamonaviy tadqiqotlar ham buni tasdiqlaydi. Uzumdagi tabiiy shakar insulinni keskin oshirmaydi. Demak, u shakar kasalligi bo'lmagan sog'lom odamlar uchun xavfsiz energiya manbaidir. Buning ustiga undagi B guruh vitaminlari asab sistemasini tinchlantiradi. Agar siz stress, ish bosimi yoki tashvish bilan yashayotgan bo'lsangiz, bir kosa yangi uzum sizning tabiiy antidepressantingiz bo'lishi mumkin. Qadimgi Rimda mashhur tabib Galen uzumni tabiiy qon tozalovchi deb atagan.
Sharq tabobatida esa Ibn Sino yozgan: uzum yurakni quvvatlantiradi, jismni tozalaydi va aqlni charxlaydi. Xalq orasida esa uzum shirin, lekin dardni yutuvchi meva degan gap bor. Buni tasodif deb bo'lmaydi. Uzumning quritilgan turi mayiz qadimda bola va keksalarning sog'lig'ini tiklash uchun ishlatilgan. Mayiz oshqozonga yumshoqlik beradi, asabni tinchlantiradi va uyquni yaxshilaydi. Bugun ham agar siz uyqusizlikdan shikoyat qilsangiz, yotishdan oldin iliq suvga solingan bir osh qoshiq mayiz yeyish xalq orasida sinovdan o'tgan usul. Bu tabiiy, xavfsiz va eng muhimi yoqimli. Ko'pchilik qaysi uzum